Bu qanaqa gilam bu? Bu Han degan nomli gilamimiz. Razmeri 3,5 ga 5 metrlik. Optim narxda mash turishini 750 ming so'mga qilib beryapmiz. Shu gilamni optim narxi 750 ming. Turishi. Boshqa joydan arzonga ko'rmaydi. Yo'q. O'rtoqlar, sizlar uchun imkoniyat. Bu metrli gilamimiz eniga 3 metr, 3,5, 4 metrlik bor. Materiali 100% poliester, 2 xil tonlanuvchan gilam bo'lib, eniga 3 metrligi 200 ming so'm, 3,5 metrligi 237 ming so'm, 4 metrligi 270 ming so'mdan 1 metr narxini qilib beryapmiz. Jigar, boshqa qotirmanda, meni ko'rayotgan odamlarim gilam narxini juda ham yaxshi biladi. Zo'r narx qilaylik, odamlar kelib maza qilib olsin. O'zi shundoq ham bu optim narx. Lekin mayli, siz orqali keladigan klientlarga uchun 10% dan skidka qilib beramiz yana. Bu turgan gilamlar Eron nomli gilamlarmi? Ha, Eron nomli gilamlar. Bu metrli gilam bo'ladi. Materiali 100% poliester, 2 xil tovlanuvchan. Eniga 3, 3,5, 4 metrlik razmerlari bor. Kvadratini atiga 125 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi, bemalol keladi. Kvadratini 125 ming so'mdan? Albatta. Tez qiz chiqarayotganlar bo'lsa, mana. Aka, gilamlaringiz narxi ham o'zi ham super ekan, lekin bitta narsa aytaymi? Bizda qiynalgan odamlar ham bor, misol uchun. Ular ololmas ekanda. Bizda qiynalgan odamlar uchun ham yechim bor aka. Ro'zg'orbop gilamlarda ko'rishingiz mumkin. Eniga 3,5 metrlik, 4 metrlik, 3,5 metrlik, 3 metrlik, 270, 2,5 xohlagan o'lchamdagisi bor. 1 kvadrat narxini atiga 43 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi, optim narxda. Voy, subhanalloh, o'rtoqlar, hamma narsaning iloji bor ekan. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Ketdi. O'rtoqlar, dastlabkani Andijon shahar, Andijon viloyati bo'ylab bepul bo'ldi. Qolgan yonimizdagi viloyatlar bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxlarda. Agar kelishsanglar, xudo xolisa, balkim yo'li ham tekin bo'lib ketar, yaqin bo'lib qolsa. Sog' bo'lasizlar. Aka, hammasi cho'tki-yu, adresingizdan chiqazim biz. Adres odamlarga aytib qo'ysa, mana shunaqa arzon gilam borligini Shahrixonda yoki Andijonda, o'sha yaqin qishloqlar bo'ladigan bo'lsak, kelib bemalol o'rishadi. Manzilni tushuntirib o'tamiz unaqada. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturani ro'parasida joylashgan Ommaviy gilamlar markazida barchalaringizni kutib qolamiz. Videoni yo'qotib qo'ymasdan oldin saqlanib qilib olib qo'yinglar. Inshaalloh qizinglarni yoki o'g'illarni uylantirgan paytingizda bemalol kelsanglar, zo'r narxda qilib beramiz. Bu yog'iga o'zi chegirmalar boshlandi o'rtoqlar. Sog' bo'lasizlar.